Ayollarga yoqqan reklamangiz erkaklarga, erkaklarga yoqqan reklamangiz ayollarga chiqarib yuboradigan advantage funksiyasini qanaqa qilib o'chirib qo'yish mumkin? Hozir bu videoda sizlarga buni ko'rsataman. Bizni ko'rasizlar, Ads Manager'da Adset bo'limiga kirib oldim. Mana Adset bo'limida Audience Control bo'limiga kirdim va bu yerda ko'rasizlar, bunaqa holatda bo'ladi. Endi advantage'ni qanaqa qilib yoqish kerak, qanaqa qilib o'chirish kerak? Men hozir ko'rsataman sizlarga. Ko'rasizlar, bu yerda Audience Suggestion degan joy bor. Buni bossanglar, sizlarda advantage yonadi. Bo'ldi. Sizlar bemalol mana bu lokatsiyasini, mana bu minimum age'ini va mana bu boshqa kriteriyalarni kiritib ko'rsanglar bo'ladi. Endi buni qanaqa qilib o'chiramiz desanglar, mana bu switch to original audience option bor. Kan bosasizlarda use original audience bor. Bosasizlar bo'ldi. Boya aytganimdek, bizada advantage funksiyasi o'chdi. Mana ko'rasizlar, mana shunaqa holatda bo'ladi. Mana bu bunaqa yozuvchi xatda, mana bu create new audience. Bu hozirgi holatga ko'ra shunaqa avgust oyi. Endi yana bu holatdan yana advantage qanaqa yoqaman desanglar, mana bu yerda bor. Kan bossanglar bo'ldi. Advantage yana yonadi. Bundan ham foydali videolarni Instagram sahifamda topishingiz mumkin. Agar obuna bo'lib qo'ysangiz, ularni o'tkazib yubormaysiz.